va ala kulli shay'in qodir. Juda ham yengil kalimalar, har birimiz biladigan kalimalar. Mana shu kalimani qaysi bir inson tongda aytadigan bo'lsa, kunni birinchi qismida uyg'ongandan keyin aytadigan bo'lsa, Alloh unga quyidagi ajrlarni beradi. Birinchi, Ismoil alayhissalomni zurriyotlaridan bo'lgan bir insonni qullikdan ozod qilganni ajrini beradi. Alloh subhanahu va taolo mana shu kalima sababidan unga 10 ta yaxshilikni yozadi. Alloh subhanahu va taolo mana shu kalima sababidan undan 10 ta gunohni o'chiradi. Alloh subhanahu va taolo mana shu kalima sababidan uni darajasini 10 pog'ona yuqoriga ko'taradi. Va u mana shu kalimani aytganligi sababidan kun davomida shaytondan